Diqqat, yurtdoshlarimiz uchun tezkor xabar. Eski mashinasini utilizatsiyaga bermaganlar katta jarima to'lashi mumkin. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Endi O'zbekistonda eski mashinasini utilizatsiya qilishga topshirmaganlar bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari miqdorida jarima to'lashi mumkin. Bu haqda Chiqindilarni boshqarish agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, O'zbekistonda ekspluatatsiya muddati o'tgan avtomashinalarni sotib olinib, utilizatsiya qiladiganlar tizimi yaratiladi. Unga ko'ra, ishlab chiqarilganiga 30 yil va undan ortiq bo'lgan avtotransport vositalari egalaridan bozor narxida baholanib, xarid qilinadi va utilizatsiya qilish uchun yuboriladi. Avtotransport egalari bilan turli shakllarda hisob-kitob qilishi mumkin. Masalan, yangi avtomobilning boshlang'ich to'lovi uchun elektron vaucher taqdim etiladi yoki vaucher pulga aylantirib beriladi. Iste'molchi elektron vaucherlar yordamida O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan yangi avtomobillarni imtiyozli shartlarda sotib olishi mumkin bo'ladi. Bunda elektron vaucherda ko'rsatilgan mablag'lar miqdorida chegirma beriladi. Iste'molchi to'lovning qolgan qismini 1 yildan ortiq muddatda bo'lib to'lashi mumkin. Eski avtomashinasini o'z vaqtida utilizatsiyaga topshirmaganlar fuqarolar yiliga bir marotaba bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari miqdorida ekologik kompensatsiya to'laydi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda dunyoning 60 dan ortiq davlatlarida eskirgan avtomobillarning utilizatsiya qilish tizimi yo'lga qo'yilgan. Xususan Fransiya, Xitoy, Yaponiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, AQSh, Niderlandiya, Rossiya va boshqa mamlakatlarda har yili millionlab muddati o'tgan transport vositalari utilizatsiyaga topshiriladi. 2000-yildan keyin Yevropa davlatlarida utilizatsiyadan keng foydalanila boshlandi. Jumladan, Fransiyada 2002-yilda eski avtomobillarni yangi va ekologik toza transport vositalariga almashtirishni rag'batlantiruvchi keng ko'lamli davlat dasturi joriy etilgan. Ushbu dastur doirasida eski avtomobilni topshirib, yangi avtomobil xarid qilgan fuqarolarga subsidiyalar ajratilgan. Germaniyada esa 2009-yilda utilizatsiya uchun mukofot dasturi ishga tushirilgan. Dasturga ko'ra, ishlab chiqarilganiga 9 yildan oshgan eski avtomobillarni utilizatsiyaga topshirib, yangi avtomobil sotib olgan fuqarolar rag'batlantirilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonda eski transport vositalarini yangisiga almashtirish yoki ularga filtr o'rnatish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari ko'rilishi haqida xabar berilgan edi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.